Электроинженеринг — это супермен, самые настоящие, новые технологии и, конечно же, удачные люди. Энергетика — это сила. Elektroenergetik injeneringda bordir juda mohir usta insonlar. Elektrik emas, super elektra avtokorxonalarda boshqarishar u. Hatto kranlar ham, hatto buldozer, bilasizmi, eng zo'r avtolarni ham boshqarishar Gara Elektro, даже атомный под напряжением. И eng muhimi, haqiqiy erkak temir bilan ishlaydi-da, ishongin do'stim. To'kdan, olovlardan qo'rqmasdan oilasini boqadi o'zi. Sam себе rejissyor, sam себе уверен. Elektroinjeniring omad tilaymiz. Rahmat.